Biz uyg'ondik. Bugun bizda bayram. Bayramlashdik hamma bilan ertalabdan uydagilar bilan. Va hozir endi mashinamiz sal qirroq, ahamiyat bermaysizlar. Dedushkalarnikiga ketyapmiz bayramlashgani. Turkiyada bayramda kichkinalar kattalarning uyiga bayramlashga boradi. Mana bu yerda davlat tomonidan qurilgan Toki uylari, davlat tomonidan qurilgan uylarni Toki deyshadi. Bu yerda mana bunaqa kichkina binolar qurilgan, katta visokoetajniy emas bilan. Hozir yiqilgan joylarni bu yonidan mabodo o'tsak ko'rsataman. Mana shu territoriyada hozir qaynonamga kvartira snimat qilishibdi. Sotib olgan joylarimizni ham keyin ko'rsataman. Zeminleri göreyim mi? Çıkan kayaları. Burayı düzleyler. Bizim burada toprak yok, hep kaya değil. Kadir aldın da bu açış olur. Yeni aldı mı? Anneninki yeni aldığı nerede? Seninki karşıda. Şimdi ne yaparız biliyor musun? Gaziantep judayam o'zi chiroyli joy. Gaziantepda eng katta hayvonot bog'chasi bor dunyoda. Eng katta hayvonot bog'chalaridan biri. Biz bugun ikkinchi kun Antepda, birinchi kun prosta ziyoratlarga bordik. U yerda videoga olmadim chunki o'g'lim uxlagandi, boshqa xonaga qo'yib qo'ydik. Ana poyezd kelyapti, poyezdni ham oling. Antepni bu Rossiya ham eski turistik joyi, Duluklu ko'y degan. Kichkina poyezdchasi. Mamda qurollarni nimasi bor, peshirasi bor. Agar xudo xolasa o'g'lim nima qilmasa, yaxshi o'tirsa boramiz xudo xolasa, vaqtimiz yetsa. Hozir esa biz xo'jayinim o'tganlarni ziyoratiga keldik. Ahsanim ham bugun birinchi marta keladi qabristonga ziyorat qilishga. Antepni bu xo'jayin tarafini oilaviy nimalari shu yerda. Mazor nima deydi-ya? O'zbekchani ham o'sha esimdan chiqarib qo'yibman. Qabristoni mana. Yaqinlarini qidirishyapti, adalarini hozir. O'zlarining radnoy adalari, ya'ni meni qaynotamni manaqa qabristonlarni, qabrlarini hozir mana qidirishyapti. Allohim çok şükür. Kichkina. Chaqaloqlarniki. Nasılsın baba? Hadi de bu bizim. Bular qaynotamni qabrlari. İlayda mı kıdırdıydı fazla? Ha ilerliyor. Yazık. O şurada bebek arası çıkmış tarafı gördük. Aynen öyle, o da bebek mezarıymış. Baba nasıl nerede o içinde? Nasıl öyle bir şey yaptı? Baba ne bir şey öyle? Anneciğim, ты тоже сиди и dua делай, bolam. Aa, torunların geldi bak ne kadar. Dede içinde yattığı kızım ölmüş. Ya sen onu söyledin dede Allah seni cennetine koysun dedi. Hadi konuş. Anne, Allah seni yüzüne koysun. Amin. Aferin kızım. Şimdi dede, bu da İloş'umuza da bir dua yapalım. Aynen. Burada Bunun ablası. men bu qizimizni, Naryo qizchani ham kichkina singlari bular kasal bo'lib vafot etganlar, kasallikdan.
Anneciğim, можешь чуть-чуть отойти, bolam? Dede o içinde mi? Evet. Yok ki dede. Şaka ettin ha. Yakında var mı? Aslında Mustafa tamam mısın? Şey nerede şimdi? Hadi şimdi Dedem nerede? Memo'yu arayacağız. Ama qabristonlarni chiroyli qilib gullar ekib qo'yishgan. Ухаживать qilib mana shu yerda yaqinda yashaydiganlar. Keyin hozir shu aqlimga keldi, biz qayerga ko'milar ekanmiz deb. Asl uyimiz shu yerda. Hozir asl uyquda bo'layotgan biza. Bular ko'p narsani o'zi bizdan ko'p narsa bilishadi. Ko'rishyapti, ko'p narsani bilishyapti. G'aflatda yurgan biza. Keyin biyolani ko'rib, men ham hol yerdimki, misol uchun mozorlarimga kelib, qabrimning ustida mana shunaqa chiroyli gullarni ekib ketishsa. Hozir agar O'zbekistonga ko'miladigan bo'lsam, kim o'tga kelibda qabrimni ziyorat qilib, mana shunaqa chiroyli gullar ekib, duolar o'qib ketadi. Bitta ikkita bola yetadi degandim. Hozir shuni o'ylab yana 5-6 ta tug'ib qo'yish kerak. Keyin kelib mozorlarimni, qabristonlarimni ziyorat qilib, duo qilib ketishligi uchun. Ay, hammamizni ketadigan joyimiz shu. Ko'proq shuni o'ylash kerak menimcha. Ko'proq qabristonlarni ziyorat qilish kerak. Asl huzur shu yerda. Hozir biza eski Duluk ko'yiga keldik. Qarindoshi bitta adas tarafdan xo'jayinimni bitta xolalari qolgan, o'shalarni ziyorat qilishga keldik. Bu yo'la mana eski Gaziantepni ko'ylari. Da. Machit qaraylar, eski. Bu yo'lda rosa tarixiy joylar ko'p, turistlar ko'p keladi bu yoqqa. Anneciğim, тебя отпустил, bola. Qarindoshlarni ko'rishyapti. Eskidan toshdan uylar. Mana bu yo'l juda ham eski peshera. Bu yo'lga faqat narsa qo'yadigan qilib qo'yishgan ekan, lekin bular esa tarixiy joy. Tavuklar burayı takip edip arkada bir yere gidiyor. Mazza joy. Yeni mağaralara geldiler. Ay evet, istiyorum tarihi şu mağaralar var ya, bir götürmüştün ya taşlı maşlı yere. Gerçek. Bakmak isterim. Severim öyle yerleri ya. Aşağıda da var, mezarlı mağara da var yani. Nasip olursa gideceğiz ama o... Merhaba. Çok güzel değil mi? Eski uyla. Karıyla. Selamünaleyküm. Teyze bayram mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama otur ya. Bizim köyden görünüyor binalar. İçinden geçti. Köy ne hale geldi? Oradan gidiyoruz. Harman kalmış. Onu da geldik. Köylerden hep orada. Ama ben fazla
Senin evin bu tarafı komple gitmiş. Size satıyor. Onu yiyor, onu yiyor. Sen yaşlı kartın varsa. Dedenle bile şöyle yer verince. Ama ne bilemedim ben ya senin desin. Dana bana da yok. Ya emmimin hep danası olurdu iki tane. Arkada da bir eşek daha olurdu. İyilik valla. Bunları görünce döndüm sen. Bunları ayrı ayrı. Ben babasını işte alayım bir tane diyorum. İyi maşallah. Sağlıklı her şeyden zarardasın. Biza hozir erimni tog'asini uyiga keldik. Mana 6 etajli uylarni mamtlari mana bunaqa qaranglar. Hammasi yer qimirlaganda. Zo'rg'a o'tirdik. Allohga omonat bo'lib, tezroq o'tirib ketgimiz keldi. Mana hamma yomonliklar mana bunaqa. Nima qilib yotibdi? Yorilib yotibdi. Alloh mahfaza. Mana mamtlar ham 6 etajli uyni podval tarafi bu. Podvaldan chiqadigan yer qimirlaganda mana hamma yo'q ketgan. Ujus qaranglar mana. Voy, zo'rg'a o'tirib mana Xudoga shukr. Chiqib ketdik. Qarshi evlardami bor? Voy, çok kötü ya. Alloh emanet duruyor bunlar. Xudoyim boshqa hech shunaqa kunlarni ko'rsatmasin bularga. Juda ham ujus. Biz hozir bitta yiqilgan joylarni topdik. Men bu yo'la mana zilziladan yiqilgan. Hozir yaqinroq borib olaman. Bu yo'lga kirish mumkin emas. Mana bunaqa o'ralgan. Bu yo'l mana zilziladan tushib ketgan uy. Mana mamtam yiqilgan. Bu yoqda mana bunaqa ozgina yiqilgan joylar. Biz Halfeti degan joyga keldik. Mana bu yoqda tepadan ko'rinadi, to'g'ri o'tib ketibmiz. Frot daryosi bor. Hadislarda menimcha eshitgansizlar bu daryo haqida. Qiyomatga yaqin o'sha Frot daryosi qurib, tagidan oltin chiqar ekan va hamma o'sha oltin uchun urushar ekan. Menga ham ozgina tayyormikin, olavermikinman deb bu mana o'sha yerda Frot daryosi bor. Hozir o'shani yoniga borib nimalarga o'tiramiz, kemachalarmi, endi nimalardir bor ekan. Men bu yerga kelmagandim, birinchi marta kelaman hozir va sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilaman. Tutabiliyor muymuşuz? Bu yoqda mana bunaqa kemalarga hozir o'tiriladi. Mana bunaqa kemachalar qaranglar. Juda ham chiroyli. Ay, biz sadece kendimiz için mi tutacağız şimdi? Hozir bize faqat o'zimiz uchun olamiz kemachalarni. Общийлigi o'tirmaymiz-da. Faqat o'zimizning oila uchun.
Hozir aylantirishadi rum kolesigacha. Annem na sosочку. Ozgina havo shovadali, lekin rosa issiq. O'g'lim yonimga boylab olganman. Mana bu yerdan ko'ryapman, bilmayman. Xullas, mana bunaqa kirish. Bu yerda. Ay, qaranglar. Ay, mazza. Mana shu Frot daryosi. Jonim, тебе нравится? Смотри, какие красивые здесь маленькие, видишь, кораблики? Видишь, как красиво. Очень красивочки. Сейчас мы tуда сядем, bola. Çok güzel ağaçlı yapmışlar, değil mi? Böyle yöresel. Şurada da yemek falan yiyorlar. Aynen, evet. Ama hangi filmde anne? Dizilerde mi? Oynadı ya bunlar. Ha. Mamda Melek degan serialda ovqat yeganlarni syomka qilishgan ekan. Köprü vardı, köprü. O da ötelerde. Hadi gidelim. Gel anneciğim, gidiyorlar. İzin bak senin. Ablası elini tut. Ha, ya da neneni elini tut ya da anneni. Hozir shu yerga biza birontasiga o'tiramiz va faqat bizani aylantiradi. Shunaqasi tinchroq maza qilib. Manimcha kichkinarog'iga o'tirtirishadi bizani. Voy, bu Fırat değil mi anne? Bu Fırat. Fırat'a geldik ya. Bu Fırat değil mi? Hozir Mesut yana ham yaxshiroq biladi qani. Menimcha Fıratga boramiz. Shundan Fıratga bog'laydi shekilli bu yoni. Gel. Не торопись, не бойся, мы без тебя никуда не поедем. Ay çok güzel ya. Çok şirin. Harika. Qaranglar chiroyliligini. Ay. Bizimkiler nerede? Ta arkada. Ay biz güçüne oturacağız. Mazda. Ay. Ay. Balıkçılar. Anneciğim, смотри, рыбки. Вот маленькие рыбки. Видите? Ay. Rыбочки. Mana shunaqa hozir biz kichkinalarga o'tiramiz. Faqat chiroylirog'iga o'tirsa yaxshi bo'lardi. Ay. Buyurun. Bu mu? Olur ya, ben böyle güzel otantik istiyorum. Böyle keyifli. Güzel. İyi, bismillah. Biniyor muyuz oraya? Binelim mi? Bana bize anlatacak. Tamamdır. Biz hozir bu yerda endi 1 soat aylanamiz. Tarixiy joylarni ko'rsatishadi, tushuntirishadi. Mana xudo xolasa YouTube'da tushuntirishga harakat qilaman. Bu Fırat nehrimi bu? Anne yok dedi-de. Hayır canım, ne alakası? Fırat nerede buram? Onu burada başkası var. Anacığım. Ben gelirken su ahit değil ya. Anneciğim, bu осторожно, ладно, Aksenочка? Şuraya basabilirim değil mi? Suriye'ye kadar yedik. Bu yer Fırat ekan. Bu yerda oldin shahar bo'lgan. Shaharni полностью suv mana shunaqa yutibdi. Bu eski Nizib degan joy, yangi Nizib bor. U yerdan biz o'tdik boya, u yerda полностью mana shunaqa normalniy, современный shahar deb bo'lgan. Eski shahar shuni tagida qolib ketibdi. Mana shu surani hozir tagida eski shaharlar bor. Hozir o'sha aylanishga olib borayotganda masjidlarni, minoralarini ko'rsataman xudo xolasa. Mana shunaqa tarixiy joylarga biz keldik. Menimcha bu yerda aytdimmi, YouTube'da aytdim, voy, Instagramda aytdimmi bilmayman, rivoyatam bor. Frot daryosi haqida. Mana biz o'sha tarixiy joylardamiz. Hozir biz kapitanimizni kutyapmiz. Kapitanimiz kelsa, keyin Bir tane ben şöyle bayrakla dağılacak şekilde. chekib
İkinci yüzyılda Bizanslılar Halfeti'ye Romain Callo adını vermişlerdir. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti'yi yeniden ele geçiriyor ve ona Kal'at-ül Müslümin adını veriyordu. 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık Savaşı'nı kazanan Osmanlı Halfeti'yi de ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Kale-i Zerrin yani Altın Kale, Urungala ve giderek Rum Kale demeye bu dönemde başlamışlardır. Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in Roma döneminde Rum Kale'de kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Gorgias Rum Kale'ye başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki dikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı kapıdan girildikten sonra doğal kapıya uygun kademeli olarak yapılan burçlara açılan 3 ayrı kapıdan gelip iç kaleye girilmektedir. Fırat Nehri'ne bakan doğu kapısına ancak Fırat geçildikten sonra ulaşabilmektedir. Böylece kalenin kendine özgü savunma sistemi oluşmuştur. Basınına da yansıyan fotoğraflarıyla kederli öyküsüne istenmedik bir şöhret eklemiştir. Beresul ya da Savaşan Köyü, şimdilerde Halfeti'den kalkan tekne turlarının vazgeçilmez durağı. Henüz yalnızca çay, kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen bu turistik mola, gelecek yıllarda ise büyük bir potansiyel vaat ediyor. Biz hozir mana kelib oldik bu yoqqa, bu yoq tomonga. Mana bu yerda nimalar qolib ketgan, eski shaharlardan peshyoralar. Va 23 yil oldin mana shu shahar yer suvni tagida qolib ketgan ekan. Hozir mana shu shaharni ham ko'rsataman. Mana bu. Mana buni videoda ko'rdinglar, yarmigacha. Biz hozir mana bu yerda bog'chada o'tirayotgan ekanmiz. Mana shu yerda gazeta boya ko'rsatdi qiz. Ha, mana bu yerda. Mana bu bog'chada o'tirayotgan ekanmiz. Mana bu yerda mana buni kafe qilib qo'yishgan ekan bu izdaniyani 23 yil oldin. Mana shunaqa ofat bo'lib suvni tagida qolib ketgan ekan shahar. Endi agar sizlar ham mabodo bu yoqqa keladigan bo'lsanglar, kun rosa issiq va biza shuncha yonimga boylab olib o'g'limni, agar kichkina bolalar bilan keladigan bo'lsanglar, boylab oldimda, plyonka olsam boshiga otib qo'yardim. Bitta faqat ingichka plyonkasini olibman quyoshdan saqlab. Lekin rosa yomon qattiq shamol bo'ldi. Ustiga bechora sog' bo'lsin, mana bu kapitanimiz nimasini chiqarib berdi. Kiyimini tashlab oldik. Yo'q, yaxshi keldi. Mabodo sizlar ham bolalar bilan keladigan bo'lsanglar, обязательно qalinroq mana bunaqa ustiga narsa, bu narsa tashlab oladigan olishda kerak pledlarni bolalarning ustiga tashlab qo'yish uchun. Atak juda ham mazza, juda ham boshqacha joy. Mana bu yana uylarni ham ko'rsatay sizlarga. Choyimni icha olmadim. Qadringlarni bilinglar. Sizlar uchun syomka qilib yuribman. Mana bu yerda eski uylar bor. Tarixiy joylar bor.
yer qimirlagandan keyin bu yoqqa chiqish mumkin emas deb yopib qo'yishibdi. Chunki ko'p joylar bu yoqda ham yiqilibdi yer qimirlagandan keyin. Hattoki mana men bu tomonni yiqilib, yaqinda bu yoqni tuproq bilan yana to'ldirib qo'yib qo'yishibdi. Bu yoq ham yiqilib tushgan ekan u yoqga yer qimirlagandan keyin. Nariyoqda ham kafelar bo'lgan ekan, yer qimirlagandan keyin tushib ketgani uchun hozir u yoqlarni kafelarni ochishmabdi, qilishmabdi. Mana shunaqa joylarga keldik. Ajoyib.